Ray Bradbury. Bir kunlik yoz. Tayyormisizlar? Ha. Bo'ldimi? Tez orada. Olimlar aniq bilisharkanmi? Bugun aniq sodir bo'larkanmi? Qaragin, o'zing ko'rasan. So'lg'in, o't o'lanu rangpar gullar ichida g'uj bo'lib olishgan bolalar ko'kka tikilishardi. Quyosh qayonga berkingan bo'lishi mumkin. Ezib yomg'ir yog'ardi. U uzluksiz 7 yil to'xtamay yog'ar, ming kunlab erta-yu kech tinmay shovqin bilan do'mbira chalgandek billur tomchilari jaranglab, daryodek mavj urib, o'zidan ming xil sohil u dengiz tuzib yog'averardi. Sellardan minglab o'rmonlar cho'kib, tag'in suv ostidan unib chiqaverardi. Yomg'irlarga asir bo'lgan yovvoyi Zuhro sayyorasiga xizmat safari bilan kelib qolgan ota-onalarning farzandlari sinfxonalarini to'ldirishgan. Tinyapti. Rostdan ham. Margo abadiy yomg'irlardan boshqa narsani bilmaydigan bu bolalardan chetroqda turardi. Ularning yoshi bor yo'g'i 9 da bo'lib, agarda vaqt roppa-rosa 7 yil ortga qaysa ham, o'sha soatlarda quyoshni ko'rganlarini baribir esla olmasdilar. Ba'zida kechalari Margo ularning uyquda g'o'ldirashlarini, tushlarida qalam bilan chizilgandek sap-sariq kattakon, butun olamni sotib olish mumkin bo'lgan tilla tangani ko'rishlarini his qilar. Bu tarovat ularning sovuqdan qaltirayotgan qo'l, oyoqlari, barmoqlarining uchigacha ajib bir harorat hadya qilar. Ammo uyqudan turishlari bilan o'sha tomda nag'ora chalish bilan ovora bo'lgan bemehr va sovuq yomg'irni ko'rishar. Va bu yorqin tushlar ham mana shu rutubatli tumanda erib ketardi. Arafa kuni butun sinf quyosh haqida o'qib chiqishdi. Uning oltindek jilosi-yu issiq tafti haqida kichik hikoyachalar va she'rlar yozishdi. Oftob bir gul menimcha, ochlar bir soatcha. Bunaqa she'rlardan Margo ko'p yozilgan, jim bo'lib qolgan sinfxonada uning sokin ovozda o'qib bergani eshitiladi. Tashqarida esa ezib yomg'ir yog'ardi. Bu she'rni o'zing yozmagansan, baqirdi bir bolakay. Yo'q, o'zim yozganman, javob berdi Margo. O'zimning she'rim. William, o'qituvchi bolakayni tinchlantirdi. Ammo bu kecha edi. Bugun esa yomg'ir tinishni boshlagan, bolalar qalin oynali katta deraza oldiga tiqilib olishgandi. Ustozimiz qani? Hozir kelib qolsa kerak. Tezroq kelsa edi, yo'qsa ulgurmay qolamiz. Ular charxpalakdek bir joyda tinmay aylanishar, faqat Margo yolg'iz o'zi bir chetda qaqqayib turardi. U shu qadar zaif va rangpar bo'lib qolgan ediki, bir paytlardagi chiroyi mana shu yomg'irlar yuvib ketgandek go'yo. Moviy ko'zlar, pushti lablar, olovlang sochlar barchasi xira tortib qolgandek. U eski daftardan chiqib qolgan buklangan surat kabi sukutda edi. Bexosdan tilga kirsa ham ovozi zo'rg'a eshitilardi. Hozir u qalin oyna ortidagi namtob tashqi olamga ma'yus tikilib turardi. "Hoy, sen qayoqqa alanglayapsan?" so'radi William. Margo indamadi. "Sendan so'ralganda javob ber." William uni turtib yubordi. Ammo u joyida turaverdi. Faqat munkib ketdi xolos. Hamma undan o'zini chetga olar. Uni tanholikka mahkum etishgandi. Chunki u hech ham ular bilan zulmat yerto'lalarida bekinmachoq, quvlashmachoq o'ynamas. Mabodo kimdir uni turtib, so'ng qochishga shaylansa ham, u ma'nosiz bir nazar bilan qochoqning izidan termilib qolar, ammo ortidan quvmasdi. Shu sababli u bilan birovning o'ynagisi kelmasdi. Sinfda she'rlar va ashulalar yangragan vaqtlar ko'p bo'lardi. Yashash qanday yaxshi yoki bu yorug' olamda raqsga tushib yayramoq kerak kabi shiorlar aytilganda, bor yo'g'i lablarini ohista qimtillatib qo'yardi. Biroq oftob va yoz haqida kuylagidek bo'lishsa, osmonning ko'z yoshlariga cho'mgan derazadan ko'zini uzmay, jimgina ashulaga qo'shilardi. Uning yagona aybi bundan 5 yil muqaddam yer sayyorasidan bu yoqqa uchib kelgani hamda u vaqtlari
Agayo osmonida oftob qanday charaqlab turishini 4 yoshidayoq eslab qolgan edi. Bu bolalar esa tug'ilganlaridan beri Zuhro sayyorasida yashashga mahkumlar. Oftobni 2 yoshlarida ko'rgan yoki ko'rmaganlar buni ham aniq eslasha olmaydi. U qanday rangda, tafti qanchalik issiq, faqat Margoning yodida edi. Oftob xuddi tilla tangedek. Kunlardan bir kuni cho'chinqirab hikoya qilgandi u. Yolg'on gapiryapsan, deya bolalar baqirib berishgan edi. U xuddi o'choqdagi olov kabi, deya so'zda qat'iy turgandi Margo. Aldayapsan. Sen bularni eslolmaysan, deya tag'in baqirib berishdi bolalar. Ammo barchasi uning yodida edi. Shu sabab bahsdan qochib, deraza ortidagi yomg'ir shalolasiga termilib olgandi. Bir safar u bundan 1 oy avval ularni dushxonaga olib borishganini esladi. O'shanda u suv tomchilari tagiga kirishga aslo rozi bo'lmay, boshini yashirar, quloqlarini kaftlari bilan berkitib olgan edi. Ishqilib suv boshdan oqmasa bas va shunda u boshqalarga o'xshamasligini tushunib yetgandi. Boshqa bolalar ham buni anglab, undan o'zlarini chetga olishardi. Mish-mishlarga qaraganda kelasi yili uni ota-onasi yerga qaytarib olib ketishar ekan. Garchi bu ularga minglab dollarga tushsa ham, yo'qsa bu yerda qizlari so'lib, xazon bo'lishi mumkin emish. Mana shunday katta va kichik ayblari sabab uni butun sinf yomon ko'rardi. Ular uchun ramaqijon va rangpar, doimo nimandir kutganicha jim o'tiradigan, tezroq yerga uchib ketishni orzu qiladigan bu qiz yoqimsiz edi. "Yo'qol." William yana turtkiladi. "Nimani kutyapsan?" Qiz bu safar ilk marta boshini ko'tardi va unga qaradi. Ehtimol u javobini kutayotgandi. Bolakay oqarib ketdi. "Bu yerda ivirsishing shart emas", baqirdi u. "Kutganing bilan hech narsa sodir bo'lmaydi." Margo lablarini umsiz qimirlatdi. "Hech narsa sodir bo'lmaydi", baqirdi William. "Biz seni aldadik." U boshqalarga o'girildi. "Axir bugun hech narsa sodir bo'lmaydi, to'g'rimi?" Qolgan bolalar Williamga talmosirab tikilib turishdi-yu, so'ngra nimandir tushunib qolgandek bosh irg'ab bir ovozdan "Rost, hech narsa bo'lmaydi" deyishdi. Ammo Margo ularga ilinj bilan qaradi. Bugun aynan o'sha kun emasmi?" pichirladi u. "Axir olimlar aytishdi-ku, ular hamma narsani bilishadi axir. Quyosh." Hazillashgan. Kalxatdek kelib uni ushlab oldi William. "Hoy bolalar, kelinglar, ustoz kelguncha uni qaznoqqa qamab qo'yamiz." "Iltimos, kerak emas." Yalindi Margo va zolim qo'llardan chiqib ketishga behuda urindi. Qolganlar ham unga tashlandi. Uni tortqilab, sudray boshlashdi. U esa tinmay ingrar, yolvorar, piqillab yig'lardi. Bolalar uni tunnel oxiridagi uzun xonaga itarib yuborishdi. Qaznoq eshigini tambalashdi. Eshik esa titrardi. Margo sho'rlik bor kuchi bilan uni mushtlar, butun tanasi bilan o'zini eshikka urardi. Eshitilayotgan dodvoylar ancha paytgacha tinmadi. Bolalar unga birpas quloq solishdi. Ovoz tingach esa xingirlab nari ketishdi. Xuddi shu payt tunnel oxirida ustozlar ko'rindi. "Tayyormisiz bolalar?" soatiga qarab qo'ydi ustoz. Bolalar shodon hayqirishdi. "Hamma shu yerdami?" Ha, hamma shu yerda." Ular ulkan darvoza yonida tek qotishdi. Yomg'ir to'xtagandi. Bu holat go'yo bo'ron va vulqonlar, jala va toshqinlar haqidagi filmning ovozi o'chib qolishiga o'xshar, xuddi ovoz chiqaruvchi qurilma buzilib qolgandek, qaldiroq va gumbullash sadolari, shovqinlar to'satdan tingandi. So'ng esa allakim boshqa bir tasvirni uzilgan yerdan ulagandek sokin va yoqimli tropik manzara namoyon bo'ldi. Barcha tosh qotdi. Na bir nafas, na bir titroq bor edi. Bu shunday bir kuchli sukunat ediki, hammaning qulog'i batang bo'lib qolgandek edi. Eshik tabaqasi bir yonga surilganda, hammaning dimog'iga sukunatga qorilgan toza havo urildi. Ana shunda quyosh ko'rindi. U tilla tangedek porlab turar va juda ham bahaybat edi. Osmon esa xuddi
och zangori shishadek yaltirardi. O'zlariga kelgan bolalar quyosh nurida tovlanayotgan changalzor tomon shodon hayqiriqlar bilan yugurdilar. Faqat uzoqqa ketib qolmang, ularning ortidan baqirib qoldi ustozlari. Yodingizda bo'lsin, bor yo'g'i 2 soat vaqtimiz bor. Kechiksangiz, pana joy topolmay qolasiz. Biroq ular hech narsaga quloq osishmas, olg'a yugurib ketishgan. Oftob qaynoqqina tafti bilan ularning yanoqlarini silar, qizib ketgandan issiq liboslarini yechib tashlashganda esa qaynoq harorat yalang'och qo'llarni ham isitardi. Bu bizning sun'iy quyoshimizdan 1000 bora yaxshi-ya. Rost, 1000 marta yaxshiroq. Endi ular hech qayoqqa yugurishmas, chakalakzor o'rtasidagi tepalikda tik qotishgan. Zuhro sayyorasi yuzasini chirmab olgan o'tlar ko'z o'nglarida ko'kka bo'y cho'zayotganiga tikilib qolishgandi. Chakalak o'tlar xuddi 8 oyoq paypasdagilar singari atrofga tarvaqaylab borar. Qalin shoxlari o'tkinchi yozdan shodlangan gul chechaklar bilan qoplanib olgan edi. Axir bu yoz shu qadar qisqa-ku. Gullar xuddi kul kabi rangsiz va bo'z tusda, yillar davomida quyosh mehrini ko'rmagan toshlar kabi rangsiz va ko'mir rang edi. Xuddi oy kabi sovuq va tussiz. Bolalar quvonch bilan qiyqirgancha oyoqlari ostidagi jonli gilamda sakray boshlashdi. Purjina kabi tebranayotgan bu mo'jaz ovunchoq ularni moviy osmonga itqitib, tag'in yerga tushirardi. Zangori bu samo uzra tillarang jilvani kaftlarida tutib qolishga behuda urinisharkan, o'ta yoqimli soflikdan xushdan ketishlariga bir bahiya qolardi. Toki ko'zlaridan yosh sizib chiqmaguncha oftobga termilishar, naq 7 yilga yetgulik xotirini saqlab qolishga tirishardilar. To'satdan quvnoq qiyqiriqlar orasidan bir qizaloqning alamli baland tovushi yangradi. Barcha jimib qoldi. Qizaloq ochiq kaftini yuqoriga ko'tardi. Qaranglar bolalar, ingradi va u qaltiray boshladi. Qarasanglarchi. Hamma imillagancha unga yaqinlashdi. Oftob ochiq kafti o'rtasida kattagina yomg'ir tomchisi do'ppayib turar edi. Qizaloq unga termulgancha hiqillab yig'lab yubordi. Bolalar og'ir sukutga cho'mgancha ko'kka qarashdi. Asta-sekin muzdek tomchilar yanoqlarga, burunlarga, lablarga tomchilay ketdi. Oftobni xira tuman to'sib oldi. Izg'irin shamol turdi. Bolalar jur'atsizlarcha ortlariga, yerto'ladagi uylariga qayta boshlashdi. Ular ortiq kulishmasdi. Momaqaldiroq gumbullaganda bolalar qo'rquvdan cho'chib tushdilar. Bir-birlarini itargancha bo'ronda qolgan xazondek duvva yugura ketishdi. Yashin chaqnadi. Ulardan 10 qadam berida yoki yarim qadam ortdami yuraklariga cheksiz qo'rquv solib. Osmonda birdan tund havo manzara porlab, mangu zulmat eshik qoqib keldi. Negadir bir daqiqagina darvoza oldida tosh qotishdi. So'ng shiddat bilan yomg'ir quya boshladi. Eshik tabaqalari yopilganida samodan quyilayotgan suvning shovullashiga uzoq vaqt quloq solib qolishdi. Bu sado endi oxiri yo'q, abadiyatday tuyular edi. Endi yana 7 yil shunday bo'ladimi? Ha, 7 yil. Shu choq kimdir baqirib yubordi. Margo qani? Axir biz uni qaznoqqa qamab qo'ygandik-ku. U hali ham o'sha yerda o'tiribdi. Ular muzlab qolgan oyoqlarini poldan uza olmay, haykaldek qotib qolgandilar. Bir-birlaridan javob izlasharkan, derazaga termilib qolishdi. Tashqarida tinmay yomg'ir yog'ar, unda tiyiqsiz bir g'azab yashirin edi. Bolalar bir-birlarining ko'zlariga qarashga botinisha olmasdi. Barchasi birdan jiddiy va rangpar tusga kirgan, chehralaridan baxtli bolalik jilvasi bir zumda yo'qolgandi. Hamma zax polga cho'kkalab qolgandi. Bechora Margo, nihoyat bir qizaloq tilga kirdi. Biz nima qilib qo'ydik? Hech kim qimir etmadi. Ketdik, pichirladi qizaloq.
Ular sovuq yomg'ir shovqini ostida yo'lak bo'ylab motamsaro qiyofada keta boshlashdi. Momaqaldiroq va bo'ron sadosi ham ularni tor va chuqur yerosti yo'llarida qo'rqita olmas, onda-sonda chaqnagan yashin yolqini ularning jonsiz chehralarini bema'no yoritardi. Asta qaznoqqa yaqinlashib, eshik oldiga tizilishdi. Eshik ortini butkul sukunat qamrab olgandi. Ular mangulikka asir bo'lgan mahbusni abadiy ozodlikka chiqargandek qaznoq eshigini ochishdi.